Assalomu alaykum, qadrli fitness sirlari ko'rsatuvini muxlislari. Mana bugun biz va'da berganimdek yordamchim Abdullo bilan yelkalar uchun mashqni ko'rsatamiz. Biz bilan birga bajaring. Avvalambor chigal yozdi mashqlarini bajarib olamiz. Agarda imkon bo'lsa hovlida yurib yoki yengil yugurib, o'rningizda yugurib, arg'imchoqda sakrab, yurak qon tomir tizimini tayyorlab olgandan keyin chigal yozdi mashqlarga o'tamiz. Ana o'shandan keyin asosiy mashqlarni bajaramiz. Qani boshladik. Demak, o'zim haqimda bir-ikki og'iz aytib o'tay. Men Isroil Polvonov, bodybuilding bo'yicha jahon vitse-chempioni. Meni yordamchim bo'lajak chempion Abdullo bugun menga yordam beradi. Demak, boshladik. Bo'yindan, tepadan boshlab, asta-sekin tanani pastki qismiga tushib boramiz. 10 ta, 15 tada har bir tomonga bajarib, tanani yaxshilab qizdirib olish bizni jarohat olishdan saqlaydi va mashg'ulotning samaradorligini 25-30% ga oshiradi. Yelkalar har bittasini 10-15 martadan har tomonga bajaramiz. Shoshilmasdan 5-10 daqiqa sarflaymiz. Bu chigal yozdi mashqlarini nafaqat mashg'ulot paytida, balki ertalab uyg'onganda, nonushtadan oldin yoki ishxonada ish jarayonida har 2 soatda o'tiraverib charchab ketganingizda, kompyuterda yoki boshqa ish, mana shu mashqlarni bajarib, qon yurishini yaxshilab, kayfiyatingizni ko'tarib, charchoqlarni chiqarib olishingiz mumkin. Hamda kuniga shuni 2-3 mahal bajarsangiz, ortiqcha yog'lardan xolis bo'lishga va mushaklarni yaxshi tonusga keltirishga yordam beradi. Keskin bajarganda bel mushaklari yaxshi ishlab, beldagi yog'larning erishiga sababchi bo'ladi. Ko'krak, yelka va qo'l mushaklari uchun. Bugun biz yelkaga ishlaymiz. Shuning uchun qo'l va yelkalarni yaxshilab qizdirib olamiz. Xo'p, bel muhim, juda belni ham yaxshilab qizdirib olish. Agarda umurtqa pog'oni orasiga qon yaxshi borsa, qon aylanishi yaxshi bo'lib tursa, umurtqa churralari muammolaridan ancha yengillashadi odam, ko'p holda qutulib ketadi. Va mana shunaqa qizdirib turishlar o'shani oldini oladi.
Oyoq uchun albatta max mana shunaqa nimalarni bajaramiz. O'n 15 marta. Orqaga. Orqaga bajarganingizda belingiz orqasi ham yaxshi ishlaydi. Mana bu yerlar. Va yonga. Belli yoni, oyog'i yoni qizishi uchun, yog'larni erishi uchun butun tana qizib olgandan keyin mashq qilish ham oson bo'ladi, yog'larni erishi ham, ortiqcha vazn ketishi ham oson bo'ladi. Demak, yelkalarimiz uchun birinchi mashq. Buni har xil usullari bor. Eng oddiy usulidan boshlaymiz. Nafas olamiz, ko'targanni chiqaramiz. 1 2 3 4. Agarda muammo bo'lsa, odamda churra yoki yumurta pog'ona bilan suyanib olib bajarish kerak buni. Yaxshilab suyanib, devorga suyanib olsangiz ham bo'ladi. Xohlagan joyga. O'nta 15 ta bajargandan keyin 1-2 daqiqa dam olib, keyin davom ettirsa bo'ladi. Tik turib bajarsa ham bo'ladi bu mashqni. Mana Abdulloh aka. Da. Belimizni tekis ushlab, oyoq yelka kengligida ko'targanda nafas chiqaramiz, tushirganda nafas olamiz. Mo'shni nafas, mo'shni chiqarib. Juda ham yaxshi. Demak, navbatdagi ikkinchi mashqimiz yelkani yon tarafiga. Oyoq yelka kengligida nafas olib, ko'targanni chiqaramiz. o'n 15 marta bajargandan keyin 1-2 daqiqa dam olib, keyingi yondashuvga o'tsa bo'ladi. Qo'lni ataylab egib bajarish shart emas. Qo'lingiz mana shunday tekis turadi. O'zi ko'targaningizda, yonga ko'targaningizda o'zi xuddi egilganlarga ko'tariladi. Ko'pchilik yangi kelganlar xato qilishadi. Qo'lni egib olish kerak ekan deb o'ylaydi. Yo'q. Qo'l mana shu yerda turadi mana. Tekis ko'tariladi. Agarda bunaqa usul qila olmasangiz, qo'lingizni to'g'ri ushlab bajaring. O'shanda ham baribir o'sha mushaklar ishlaydi. Yelkani yon tomoni. Keyinchalik yelkani sezishni boshlaganingizda qo'lingiz o'zi ozgina egilganga o'xshab chiqadi. Faqat mana bu trapetsiyani qo'shmaslik kerak. Agarda tepa ko'taradigan bo'lsa, trapetsiya yaxshi qo'shiladi. Mana bu trapetsiya mushaklari. Tepaga ko'targanda sal oldiga va tepaga. Mana o'shanda trapetsiyaga alohida ishlab o'tirmaysiz.
kun davomida 2-3 litr har kim vazniga qarab suv ichish shart. Choy, kofedan tashqari suvni o'zi, toza suvni albatta ichib turing. Asosiy sizga ozuqa bu ovqat emas, suv. Suv birinchi o'rinda kerak. Mana shu hujayraning ichida elektrostansiyadir. Faraz qiling, elektr ishlab chiqaradi. Elektrostansiya suvdan foydalanamiz. U ham xuddi mana shu suvni yordamida elektr ishlab chiqaradi. Quvvat. Mana shu suv. Agarda sizga suv yetishmasa, tanqislik bo'lsa, organizmdagi kalsiyni ishlatishni boshlaydi. Mana o'shanda qari odamlar suvni kam ichadi, osteoporoz bo'lib, suyaklari sinishni boshlaydi. Yosh bola yugurib kelib suv ichadi, katta odam choy ichadi. Suv ichgisi kelmaydi. Shuning uchun tanasi qurishib, burishib ketadi. Suv kam. Navbatdagi mashqimiz yelkani orqa qismiga, odamni qomatini chiroyli qilib turadigan, yelkani orqasini baquvvat qilib ko'rsatadigan mashq. O'tirib olib bajarsa ham bo'ladi. Mana bunaqa tik turgan holda agar belingizda muammo bo'lmasa, mana shu holda ham bajarsangiz bo'ladi. On marta, 15 marta qilgandan keyin 1-2 daqiqa dam olamiz. Keyingi yondashuvga o'tishdan oldin. Navbatdagi mashq yelkaga bosish mashqini yana bir usuli. Abdulloh bir usulni ko'rsatadi, men ikkinchi usulni ko'rsataman. Qani boshladik. Aytganimdek, umurtqa pog'onasida muammosi borlar suyanib ishlashi kerak. Ikkalasini farqi shundaki, bittasi ko'proq yelkani oldi qismini, oldi delta deydi, ishga soladi. Ikkinchisi mana shu yelkani ajratib berish uchun pastdan ko'targanda yelkani qo'l bilan ajratishga yaxshi mashq. Yelka qo'l bilan kesishgan joyini ajratib, relyef qilib ko'rsatib berish uchun juda ham foydali mashq. Ham qo'shimcha tolalarni ishga solib, mushaklar rivojlanib, yelka o'sishi yaxshi bo'ladi. Buni faqat oldi delta ko'proq yuklama olishi uchun. Kimnidir yelkasini yoni kuchli bo'ladi, kimnidir orqasi kuchli bo'ladi, kimnidir oldi kuchli bo'ladi. Mana shu kamchiliklarni to'g'rilash uchun mana shu usullarni qo'llanadi. Buni birdaniga hammasini qo'llab qaytarishingiz shart emas. Bittasini qilasiz, keyingi oydan ikkinchisiga o'tsangiz bo'ladi. Agarda bu mashqda ehtiyoj sezilsa, qo'shimcha mana shunaqa usullarni qo'llasangiz bo'ladi. Agar ehtiyoj sezilmasa, oldi qismi sizda kuchli bo'lsa, mana bunday qilib Abdullohdagi ishlash shart emas. Bir 2 daqiqa dam olib, keyingi navbatdagi mashqimizga o'tamiz. Agarda oddiy gantel bo'lmasa uyingizda rezina tasmasi bilan foydalansangiz ham bo'ladi bu mashqda. Demak, yelkalarimizni oldi qismi bilan trapetsiya, bo'yinning orqasiga ketdik biz bilan birga. Asosan bo'yinning orqasi trapetsiya ishlaydi. Agarda qo'lni oldiga chiqarib olsangiz, ko'proq yelkani oldi tomoni ishga tushadi.
Va nihoyat bugungi so'nggi mashqimiz yelkani oldi qismiga. Buni ham xuddi shu usulda 10-15 martadan 3-4 yondashuvda bajaramiz. Nafas olib, ko'targanda nafas chiqaramiz. Har bir qo'limizga 10-15 martadan. Sport kanalini shaydolari, bugungi mashg'ulotimiz ham yakuniga yetdi. Ushbu mashqlarni bizga bajarishga yordam bergan Abdullo do'stimga katta minnatdorchilik bildiraman hamda mana shu Profit.uz fitness maskani rahbariyatiga katta minnatdorchilik bildiraman. Biz bilan birga bo'ling va to'g'ri ovqatlanishga, to'g'ri sog'lom hayot tarziga amal qiling. Ko'rishguncha xayr.